Oliy Majlis Qonunchilik palatasida navbatdagi hukumat soati bo'lib o'tdi. Unda mamlakatimizda chorvachilik sohasini rivojlantirish, veterinariya xizmatlari ko'rsatish sifatini oshirish va yaylov yerlardan samarali foydalanish borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlarning natijadorligi to'g'risidagi masala yuzasidan deputatlarning savollariga Qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov javob berdi. Vazir axborotida ta'kidlanganidek, chorvachilik tarmog'ini jadal rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi sezilarli darajada oshdi. Xususan 2025-yilda chorvachilik mahsulotlarining yalpi qishloq xo'jaligidagi ulushi 53% ni tashkil etib, 2017-yilga nisbatan 4.1 barobarga o'sgan. Naslchilikni yaxshilash uchun xorijdan 217 ming bosh qoramol va 282 ming bosh qo'y echki olib kelindi. Jumladan, Mo'g'ulistondan 100 ming boshdan ortiq bayat zotli qo'ylar import qilinib, parvarish yo'lga qo'yildi. Bugungi kunda xo'jaliklarda 13 million 565 ming bosh qoramol, 24 million 47 ming bosh qo'y echki hamda 97 million 932 ming bosh parranda mavjud. 2025-yilda respublika bo'yicha qariyb 3 million tonna go'sht, 12.6 million tonna sut va 9,5 milliard dona tuxum ishlab chiqarilgan. Shuningdek, ichki bozorda go'sht narxini barqarorlashtirish maqsadida joriy yilda qariyb 87,5 ming tonna go'sht import qilinib, bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 28% ga oshgan. Pokiston, Hindiston va Belarusdan go'sht mahsulotlarini tezkor yetkazib berish yo'lga qo'yilgan. Hukumat soatida mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan yetishtirilayotgan sut va tuxum mahsulotlari ichki ehtiyojni to'liq qoplab berilayotgani alohida ta'kidlandi. 5 million gektardan ziyod yaylov maydonlari chorvachilik subyektlariga to'g'ridan-to'g'ri ijaraga berilgan. Eng avvalo shuni aytishimiz kerakki, 2017-yildan 2025-yilga qadar, demak, 4 barobarga chorva mahsulotlari bugun asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini, yalpi mahsulotlarini, demak, ulushi sifatida 4 barobarga oshib, bugun 53% ni tashkil etyapti umumiy qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sonidan. Demak, ikkinchi masala bu yerda bugungi kunda aynan 1 yil davomida 1103 ta katta loyiha amalga oshirildi. Bu 503 trillion so'm bunga mablag' yo'naltirildi va umumiy hisobda bugungi kunda 265 trillion so'm aynan mana shu chorva mahsulotlari yetishtirib chiqarilganini ko'rib turibmiz. Eng asosiy masalalardan biri, yana biri bu albatta bugun mana shu loyihalarni amalga oshirishda va bu borada bo'layotgan aynan o'zimizda o'sha xalqimizda o'sha xo'jaliklarda bugun qancha chorva mahsulotlari, parrandalar bor degan savolga, demak, shuni ham aytishimiz kerakki, aynan o'sha 2025-yil hisobida bugun o'sha xatlov o'tkazilganda, undan keyin yaylovlar masalasi, umuman 5 million gektardan ziyod demak, yaylovlar, ya'ni to'g'ridan to'g'ri ijaraga berilganligi va bugun xo'jaliklarimizda, aholimizda 13,5 million qoramol demak borligi va 24 million bu aynan qo'y echki mahsulot echkilar borligi va 100 millionga yaqin bugun parranda borligini ko'rib turibmiz. Bir qator masalalar qo'yildi va bu bizni o'zida partiyasini doimiy nazoratida turibdi, ya'ni o'sha amaldagi qonunchilikka o'zgartirish, qo'shimchalar kiritish, yangi qonunlarni qabul qilish va eng katta asosiy bugun butun dunyoda o'sha chorvachilik sohasini larzaga keltirayotgan bir masalalardan biri o'sha kasalliklarni keng tarqalayotganligi bo'yicha bugun 8 milliondan oshiq, demak, 82 bufer, demak, tumanlarda tanlab olingan mollar, demak, vaksinatsiya qilindi va bu esa o'sha yil oxirigacha, 2026-yil dekabr oyigacha bosqichma-bosqich yana vaksinatsiya qilib boriladi. Muhokamalar davomida xalq vakillari tomonidan bir qator savollar o'rtaga tashlandi. Xususan, mahalliy bozorlarimizda go'sht narxlarining oshib borayotgani, buning sabab va omillari, shuningdek, qushxonalarda sanitariya talablariga qay darajada e'tibor qaratilayotgani kabi bir qator masalalar ko'tarildi. Deputatlarning savollariga tegishli javoblar qaytarildi.